Assalomu alaykum. Bugungi mavzu o'zaro aloqador ko'rsatkichlar Pearsonning korrelyatsiya koeffitsiyenti deb nomlanadi. Bugungi mavzuni biz ikkita reja asosida ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamiz o'zaro aloqador ko'rsatkichlar va ularning iqtisodiyotdagi o'rni hamda ikkinchi reja bu Pearsonning korrelyatsiya koeffitsiyenti va uni hisoblash usullari haqida gapiramiz. Umuman olganda iqtisodiyotda juda ham ko'plab ko'rsatkichlar qanaqadir ta'sirlar ostida demak o'zgaradi. Ya'ni har qanday iqtisodiy ko'rsatkichning o'zgarishiga qanaqadir boshqa bir ta'sir kuchlari hisobidan o'zgarish sodir bo'ladi. Juda ham ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Masalan aytaylik, korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotga nimalardir ta'sir qiladida va mana shu nimalarningdir ta'siri hisobiga korxonamizni ishlab chiqarayotgan mahsulotiga bo'lgan talab yoki kamayadi yoki oshadi deylik. Bunga juda ham ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Keling, aniq sonlar bilan gapiramiz. Mana bizada demak chap tomonimizda jadval keltirilgan. Misol uchun aytaylik, qanaqadir bir korxonaning mahsulotlariga bo'lgan talab va biz bu talabni Y harfi bilan belgilaganmiz. 24 oy davomida kuzatish olib borilganda mana statistik ma'lumotlar yig'ilgan deb tasavvur qilaylik, misol uchun. Demak, shunda jadvaldan ko'rinib turibdiki, birinchi oyda korxonamizda 14.000 aytaylik $200 mahsulot sotilgan bo'lsa, ikkinchi oyda 13.600 dollarlik mahsulot sotilgan. Uchinchi oyda 13.800 dollarlik mahsulot sotilgan, to'rtinchi oyda 14.750 dollarlik va hokazo. Demak, kuzatish davomida aniqlanishicha 24-oyga kelib 11.530 dollarlik demak mahsulot sotilgan. Va bizni demak iqtisodchi sifatida vazifamiz demak ushbu korxonamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotga bo'lgan talabga nimalar ta'sir qilyapti degan savolga javob topish. Va biz bu yerda yana boshqa demak statistik ma'lumotlarni ham yig'ganmiz. Misol uchun mana narx demak o'sha 24 oy davomida demak narx qanaqa bo'lgan? Ya'ni 85 bu demak birinchi kuzatish oyida o'rtacha narximiz $85 tashkil qilgan. Ikkinchi kuzatish oyida demak o'rtacha narx $84 tashkil qilgan. Uchinchi oyda o'rtacha narx $80 dan mahsulot sotilgan. Bir birlik mahsulot haqida gap ketyapti albatta bu yerda. To'rtinchi oyda demak o'rtacha narx $81, beshinchi va oltinchi oylarda o'rtacha narx $77 dan demak belgilangan va hokazo. Demak turli xil sabablarga ko'ra bu narx o'zgarib kelganda va 24-oyda demak bir birlik mahsulot narxi $96 demak tashkil qilgan ekan. Hamda bizda bundan tashqari yana iste'molchi o'rtacha daromadi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Bu yerda biz iste'molchi o'rtacha daromadini X2 harfi bilan belgilaganmiz. Ya'ni ikkinchi ta'sir qilayotgan kuch yoki omil deymiz. Xo'p, iste'molchi o'rtacha daromadi birinchi kuzatish oyida $255, ikkinchi oy $245, uchinchi oy ham iste'molchi o'rtacha daromadi $245 va hokazo. Demak, 24-oyda iste'molchi daromadi $222 ni tashkil qilgan ekan. Shu bilan birga bizda raqobatchilarning o'rtacha narxi haqidagi ma'lumotlar ham keltirilgan va biz uni X3 harfi bilan belgilaganmiz. Bu yerda ko'rinib turibdiki, raqobatchilarning o'rtacha narxi birinchi kuzatgan oyimizda $102 tashkil qilgan, ikkinchi oyda $94, uchinchi oyda $96, keyingi oyda 4-oyda $100 va hokazo. Demak, 24-oyda raqobatchilarimiz o'rtacha narxi $86 tashkil qilgan ekan. Shu bilan birga bizda yana X4 deb belgilaganimiz, ya'ni o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxi haqidagi ma'lumotlar ham bor. Demak, iqtisodiyot nazariyasidan biz bilamizki, o'zaro to'ldiruvchi tovarlar deganda, masalan, misol qilib olsak, kir yuvish mashinasi va kir yuvish kukuni misol uchun yoki avtomashina va benzin misol uchun. Telefon va demak telefonning g'ilof chexoli yoki naushnik bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan tovarlar. Ya'ni demak bu yerda o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxi haqida ma'lumot bor va ko'rib turganimizdek, birinchi oyda o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxining o'rtacha qiymati $12, ikkinchi kuzatish oyida $22 va hokazo. Demak 24-oyda $14 tashkil qilgan.
Albatta biz iqtisodchi sifatida birinchi navbatda bizni korxonamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotga bo'lgan talabni miqdoriga nimalar ta'sir qiladi, mana shu narsani demak aniqlashimiz kerak. Bu narsani aniqlashimiz demak bizni korxonamizni kelajagiga eng asosiy ko'p ta'sir qiladigan narsa nima, ya'ni biz ko'proq mahsulot sota olishimiz uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda albatta narx, iste'molchi o'rtacha daromadi, raqobatchi narxidan tashqari yana boshqa ma'lumotlarni ham yig'ish mumkin. Misol uchun reklamaga qilingan xarajatlar deyishimiz mumkin. Bu X5 deb belgilaymiz. Masalan, yana kerak bo'lsa havoning o'rtacha harorati bo'lishi mumkin. Shunaqa mahsulotlar borki, havoning harorati o'sha mahsulotni ko'proq yoki kamroq sotilishiga ta'sir qiladi deylik. Xo'p, yana bo'lishi mumkin nima? Yana misol uchun aytaylik, o'sha ta'til kunlari, har bir oydagi dam olish kunlari bo'lishi mumkin. Yoki aytaylik, hattoki demak boshqa yana bir qanaqadir sabablar, ya'ni omillarni kiritishimiz mumkin albatta. Va shu bilan birga iqtisodchilar uchun kerak bo'ladigan joyi bu yerda nafaqat talab, balkim talabni o'rnida masalan yalpi ichki mahsulotni olishimiz mumkin. Yalpi ichki mahsulotga nimalar ta'sir qiladi? Masalan, aholi soni bo'lishi mumkin yoki bandlik darajasi bo'lishi mumkin yoki aytaylik kerak bo'lsa inflyatsiya darajasi yoki investitsiyalarning miqdori bo'lishi mumkin. Umuman har qanday iqtisodiy jarayon va hodisalarni o'rganishda birinchi navbatda o'sha iqtisodiy hodisa yo jarayonga nima ta'sir qilyapti degan savolni javobini topishimiz kerak. Hamda demak nima ta'sir qilyapti deganda endi uni o'lchovini hisoblashni bilishimiz kerak. Umuman olganda biz bilamizki, hamma narsani ham bir o'lchovi bor. Masalan, uzunlikni biz metr, kilometr, santimetr, detsimetrlarda o'lchaymiz, to'g'rimi? Yoki og'irlikni kilogramm, gramm, tonna, sentnerda o'lchaymiz. Xo'p, umuman olganda demak o'zaro aloqador ko'rsatkichlarni ham o'zini o'lchovi bor. Xo'sh, aloqadorlikni nimada o'lchaymiz? O'zaro aloqadorlikni biz Pearsonning korrelyatsiya koeffitsiyentlarida o'lchaymiz, ya'ni koeffitsiyentlarida o'lchaymiz. Ya'ni mana shu yerda aytaylik talab, bizni korxonamizni ishlab chiqarayotgan mahsulotiga bo'lgan talabga aynan nima ta'sir qilyapti va u qanchalik darajada kuchliroq ta'sir qilyapti. Misol uchun aytaylik, ham narx ta'sir qilyapti, ham iste'molchi o'rtacha daromadi, ham raqobatchi narx ta'sir qilyapti deylik. Xo'p, shular orasida eng kuchliroq ta'sir qilayotgani qaysiroq qaysi biri degan savolga ham javob topishga to'g'ri keladi. Buning uchun esa mana shu o'zaro aloqador ko'rsatkichlarda ta'sir kuchining o'lchovi yaratilgan, o'lchovi kiritilgan va buni demak o'sha Pearson degan iqtisodchi olim fanga kiritganligi sababli uning nomiga Pearsonning korrelyatsiya koeffitsiyenti deb qo'yilgan. Xo'sh, endi keling asta-sekin Pearsonning korrelyatsiya koeffitsiyenti bilan tanishamiz. Umuman olganda Pearsonning korrelyatsiya koeffitsiyenti kichkina lotincha R harfi bilan belgilanadi va ko'rib turganingizdek mana pastda x, y, ya'ni bitta x miqdorining bitta y miqdoriga ta'siri yoki aloqadorligi demak ma'nosida mana shu yerda x, y yozilgan va tenglikdan keyin mana kasr chizig'i, suratda mana bu belgi bu yig'indi, ya'ni summa degani, hamda x ning kuzatish natijalarida olingan x ning har bitta qiymatidan ayirishimiz kerak mana bu x o'rtachani, ya'ni x tepasida chiziqcha chizilgan bu x o'rtacha degani, ya'ni avval x o'rtachani hisoblab, undan keyin x ning har bitta kuzatish natijasida olingan x ning har bitta qiymatidan x o'rtachani ayirib, bundan keyin esa xuddi shunday y ning har bir qiymatidan mana bu yerda y degani y ning kuzatish natijasida olingan qiymatlari. Masalan, hozir biz ko'rdik 24 ta bizada kuzatish natijasi bor. Ya'ni y ning qiymati 24 xil, x ning ham qiymatlari 24 xil. Va undan ayirishimiz kerak y o'rtachani, mana bu y tepasida chizilgan bu y o'rtacha deb o'qiladi, ya'ni y o'rtacha degani va mahrajda esa ildiz ostida, ya'ni mana bu yerda yig'indi va x ning har bir qiymatidan uning o'rtacha qiymatini ayirib kvadratga oshirib va undan keyin yig'indini hisoblab turib va yig'indidan ildiz chiqarish kerak. Mana ko'pchilik savol beradi, kvadrat bilan ildiz qisqartirsa bo'lmaydimi deb. Yo'q, bu yerda kvadratdan keyin yig'indi hisoblanadi va oxirida yig'indining, ya'ni yig'indida hosil bo'lgan sonning ildizi hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda kvadratdan ildiz qisqarmaydi. Hozir buni aniq misollarda ko'ramiz.
Xo'p, keyingi mana maxrajdagi ifodaning keyingi qismida ham xuddi shunday y ning har bir qiymatidan y ning o'rtachasini ayirib va har birini kvadratga oshirib, undan keyin yig'indini hisoblagandan keyin esa ildizdan chiqarib, demak ko'paytma tarzida hisoblangan qiymat maxraj tashkil qiladi. Albatta bu formulani hozir aniq misollar bilan ko'rganda yana ham yaxshiroq tushunarliroq bo'ladi. Faqat bu yerda qo'shimcha ravishda aytishimiz kerak bo'lgan joyi, demak Pearsonning korrelyatsiya koeffitsiyenti mana shu formula bilan hisoblangan qiymat har doim bizada demak -1 dan +1 gacha bo'lgan sonlar hosil bo'ladi. -1 dan +1 gacha. Agar korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblagan paytimizda bizada -1 dan -0.7 gacha yoki 0.7 dan 1 gacha bo'lgan son hisoblanganda chiqsa agar, bu yerda ikkita miqdor, ya'ni o'rganilayotgan ikkita miqdor orasida kuchli, juda ham kuchli aloqadorlik bor degan xulosa qilish uchun asos bo'ladi. Va agar biz mana shu formula bilan korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblagan paytimizda -0.7 dan -0.4 gacha hamda yoki +0.4 dan +0.7 gacha oraliqdagi son agar hisoblanganda chiqsa agar, demak biz aytishimiz, xulosa qilamizki, demak bu ikkita miqdor orasida o'rtacha ta'sir kuchiga ega ekan. Ya'ni bitta miqdor ikkinchisiga o'rtacha darajada ta'sir qilar ekan degan xulosaga borishimiz kerak bo'ladi. Agar demak korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblagan paytimizda korrelyatsiya koeffitsiyenti -0.4 dan +0.4 gacha mana shu oraliqdagi sonlar hosil bo'lsa, demak bu ikkita o'rganilayotgan ko'rsatkich orasida juda ham kuchsiz ta'sir mavjud ekan degan xulosaga borsak bo'ladi. Xo'p, endi keyingi masala, agar mabodo korrelyatsiya koeffitsiyenti manfiy son chiqsa, masalan -0.86 chiqsa deylik, -0.186 degani demak minuslik, ya'ni kuchli ta'sir, lekin minuslik ta'sir. Minuslik ta'sir degani, ya'ni korrelyatsiya koeffitsiyentining manfiy son chiqishligi bizada ikkita o'rganilayotgan ko'rsatkich orasida demak teskari aloqadorlik bor degani. Teskari aloqadorlik nima degani? Teskari aloqadorlik degani bitta miqdorning oshib borishi ikkinchi miqdorning kamayishiga olib keladi degani, yoki teskarisi, bitta miqdorning kamayishi ikkinchi miqdorning esa oshishiga ta'sir qilar ekan degan xulosaga kelishga sabab bo'ladi. Agarda -0.86 emas, masalan +0.86 chiqsa, bu paytda demak pluslik, agar korrelyatsiya koeffitsiyentining miqdori pluslik ishorali son chiqsa, bu yerda to'g'ri aloqadorlik bor degani. Ya'ni bitta miqdorning oshishi ikkinchi miqdorning ham oshishiga, bitta miqdorning kamayishi ikkinchi miqdorning ham kamayishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu paytda demak bu yerda musbat, ya'ni plus ishorali korrelyatsiya koeffitsiyenti kelib chiqadi. Korrelyatsiya koeffitsiyenti qanchalik 0 soniga yaqin bo'lsa, demak bu yerda shunchalik aloqa ta'sir qilmas ekan. Demak bu ko'rsatkich bizni o'rganayotgan jarayonimizga ta'siri, aloqasi yo'q ekan degan xulosaga kelamiz. Xo'p, umuman olganda agar 0 chiqsa, umuman hech qanday ta'sir yo'q degani. Agar mabodo -1 va +1 chiqsa, demak ikkita o'rganilayotgan hodisa orasida funksional aloqadorlik bor degani, ya'ni aniq bitta to'liq qoidaga bo'ysunadi degani. Funksional aloqadorlik haqida hali yana gapiramiz. Odatda iqtisodiy jarayonlarda funksional aloqadorlik bo'lmaydi, juda kam uchraydi, to'g'riroq aytsak. Funksional aloqadorlik haqida gapirishimiz mumkin. Misol uchun, misol keltirsak, masalan aytaylik, bitta elektr choynagimiz bor. Shunda elektr choynagimizga biz demak aytaylik suv qo'yamiz. 1 litr qo'yganda 1 litr suvni qaynatish uchun qanchadir vaqt ketadi va 1 litr 100 gram qo'yganda suvni qancha vaqt ketadi, 1 litr 200 gram qo'yganda yana qancha vaqt ketadi deylik. Va bu yerda agar aniq biz hisoblash imkoniyati bo'lsa, ya'ni qonuniyat mavjud bo'lsa, demak har safar 100 gram suvni oshirganimizda miqdorini, uni qaynatish uchun ketadigan vaqt demak 12 sekundga ko'payadi desak, misol uchun, demak bu yerda aniq haqiqatdan ham bo'ysunadigan qoidalar mavjud bo'lsa,
bu paytda demak bu yerda funksional aloqadorlik bo'lishi mumkin. Aslida real hayotda juda kamdan kam holatda iqtisodiy jarayonlarda funksional aloqadorlik mavjud bo'ladi. Ya'ni iqtisodiy jarayonlar orasidagi aloqadorlikni o'rganganda -1 va +1 soni juda ham kamdan kam holatda kuzatiladi. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Demak, biza korrelyatsiya koeffitsiyentini topgan payt yuqorida aytib o'tdik. Bizada har doim demak o'sha +1 dan -1 gacha bo'lgan sonlar hosil bo'ladi dedik. Hech qachon birdan katta son hosil bo'lmaydi korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblagan payt va hech qachon -1 dan kichik son ham hosil bo'lmaydi. Va bu miqdorlar korrelyatsiya koeffitsiyenti ehtimollik degani, ya'ni o'lchovi ehtimollik degani. Hozir buni yana demak misol aytish jarayonida yaxshiroq o'rganib olamiz. Keling endi mana shu berilgan sonlarimiz asosida korrelyatsiya koeffitsiyentini, ya'ni hozir ko'rganimiz formula asosida hisoblashni o'rganaylik. Demak, bizda sonlar berilgan, ya'ni kuzatish natijalari berilgan. Hamda biz uchun eng qizig'i bu talab. Talabga demak narx ta'sir qiladimi, iste'molchi o'rtacha daromad ta'sir qiladimi, ko'proq raqobatchi narx ta'sir qiladimi yoki ko'proq o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narx ta'sir qiladimi? Qaysi biri eng ko'p ta'sir qiladi, eng kuchli ta'sir qiladi? Shu savolga javob topishimiz kerak. Buning uchun demak ko'p dasturlar bor, hisob-kitob uchun mo'ljallangan, ya'ni jadvallar ustida ishlash uchun. Demak, bu yerda Excel bu hammabop dastur, hammani qo'lida bor. Shuning uchun ham Excel dasturidan foydalanishga qaror qildik. Lekin bu yerda yana Stata, StatGraph va hokazo boshqa dasturlar ham bor. Umuman olganda, oddiy qilib aytsak, kalkulyatorni olib qo'lda bajarsak ham bo'ladi. Lekin qo'lda bajarish ancha vaqtni ko'p oladi. Shuning uchun ham Excelda bajarish qulay. Endi Excel biz uchun hammabop, ya'ni hamma kompyuterda topsa bo'ladi. Shuning uchun ham biz Excel yordamida bu ishni bajarishga qaror qildik. Endi bizada demak sonlarimiz bor edi. Ya'ni mana 24 oy davomida biz kuzatish olib borgan edik. Birinchi, ya'ni mana shu sonlarimizni demak Y korxonamiz mahsulotiga bo'lgan talab hamda narxni biz yangi listga demak nusxa ko'chirib oldik. Mana bu sonlar turibdi. Endi yuqorisida talab deb yozib o'tirmadik, Y deb yozdik. Ya'ni bu yerda formulani qo'llayapmiz. Bu yerda ham demak narx deb yozib o'tirmadik. Narxni x1, iste'molchi o'rtacha daromadini x2, raqobatchi narxini x3 va hokazo deb belgilagan edik bu yerda. Biza narxni o'rniga bor yo'g'i x1 deb yozib qo'ya qoldik. Endi maqsadimiz hozir formuladan qanday foydalanishni o'rganishdan iborat. Demak, mana formulamiz bor. Formula bu majoziy ma'noda yo'l xaritasi. Mana shu formula asosida hisoblashni o'rganishimiz kerak. Bu uchun Excelni biroz bilishimiz kerak, lekin biz yo'lakay aytib ketamiz qanday foydalanish haqida. Xo'p, shunday qilib bizga nimalar kerak? Mana Y kuzatish natijalari bor hamda X demak kuzatish natijalari bor. Ya'ni Y bu bizada korxonamiz mahsulotiga bo'lgan talab edi. X esa bu narx edi. Birinchi narxning talabga ta'sirini o'rganamiz. Buning uchun formulada bizada mana Y tepasida chizilgan, ya'ni Y o'rtacha va X o'rtachalarini hisoblashimiz kerak. Xo'p, buning uchun bizada mana Y o'rtachani qiymatini topish uchun turlicha topsak bo'ladi. Mana bu yerda demak ruscha shriftga o'tib olamiz. Ruscha shriftga o'tib olib, Excelda formula yozish uchun tenglik belgisi qo'yiladi va ruschani biroz bilsak oson. Demak, sereznach, ya'ni sredniy значение deydi. Mana sereznach degan yozuv yozganimizda pastda sereznach bilan bog'liq buyruqlar kelib chiqadi. Va sereznachni faollashtirsak, ya'ni shu buyruqni faollashtirsak, sereznach, ya'ni sredniy значение. Mana shu 24 oy davomida kuzatish olib borganlarimiz, Y-larimizni ko'rsatamiz. Demak, mana kerakli katakchalarni belgilab ko'rsatdik va mana shu katakchalardagi sonlarning o'rtacha qiymatini bizga hozir hisoblab beradi kompyuterimiz. Va endi enter tugmasini bossak, sereznach, ya'ni 24 ta sonni qo'shib va 24 ga bo'lganda necha chiqar ekan? Enter tugmasini bossak, demak bizga hisoblab berdi. Bu 14715 soni ekan. Demak, mana shu 24 oy davomida har oy o'rtacha korxonamiz tomonidan 14715 dollarlik mahsulot sotilgan har oy o'rtacha. Endi esa xuddi shunday X o'rtachani ham topishimiz kerak. X ustiga chizilgan chiziqcha bu X o'rtacha degani. Bu yerda ham albatta tenglik belgisini qo'yib,
sereznach yozib va x larning qiymatlarini ko'rsatishimiz mumkin. Lekin undan ham osonroq yo'li biza demak mana y ya'ni kuzatish natijasida olingan y'lar, xi kuzatish natijasida olingan x ning qiymatlari 24 ta va undan keyin tartib bilan ketyapti y o'rtacha va yonida x o'rtacha. Shuning uchun ham xohlasak Excel juda ham ajoyib aqlli jadval bu. Ya'ni bu yerda mana shu yoqda eng pastki o'ng tomon burchagiga mishka sichqonchani olib kelib plus oqdan mana plus qora shakliga o'tgandan keyin sekingina o'ng tomonga demak bosib turib, ya'ni sichqonchamiz tugmasini bosib turib shundoqqina tortsak ham bo'laveradi. Va endi bu formula to'g'ri hisoblanganligiga agar ishonch hosil qilmoqchi bo'lsak, 2 marta ustiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek avtomatik tarzda sereznach deb yozib qo'yib va aynan mana shu 24 ta son belgilab ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda barcha x larning o'rtacha qiymati hisoblangan. Endi esga, ya'ni bekor qilish tugmasini bosib chiqdik. Va qayerdan ham bu yerda x ning o'rtacha qiymati 81,1625 ga teng ekan. Ya'ni biz demak korxonamizda 24 oy davomida o'rtacha 81,1625 dollardan har bir birlik mahsulot sotgan ekanmiz. Endigi keyingi ishimiz demak biz hozir mana shu formula uchun kerak bo'lgan x o'rtacha va y o'rtachalarini topdik. Endigi qiladigan ishimiz x ning har bir qiymatidan x o'rtachani va y ning har bir qiymatidan y o'rtachani ayirishimiz kerak. Umuman olganda bizada mana bu jadvalda bu o'rni almashibdi, lekin umuman olganda farqi ham yo'q o'zi. Bu yerda ko'p aytma. Keling to'g'rilab qo'yay, aynan formuladagi ketma-ketlik tarzida tursin. Mana to'g'rilab oldik. Xo'p, endi demak mana shu formulamizni suratdagi qismida mana x ning har bir qiymatidan x o'rtachani ayirib hisoblashimiz kerak. Keyingi ustunda mana shu yoqda demak hisoblaymiz. Buning uchun tenglik belgisini qo'yamizda x kuzatish natijasida olingan har bir x ning qiymatidan birinchi mana kuzatish natijasida olingan birinchi x'imiz bu 85 va undan ayirishimiz kerak x o'rtachaning qiymatini. X o'rtachaning qiymati mana bu yerda. Bu yerda e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, umuman son yozayotganimiz yo'q. Excel'da yaxshi bilsangiz, bor katakchani ko'rsatyapmiz. Ya'ni mana shu katakchadagi sondan bunisi katakchadagi sonni ayirib hisoblab ber deyapmiz. Bor yo'g'i shu. Va enter tugmasini bosganda mana 3,375 soni chiqdi. Endi demak har safar keyingi pastki qatorda ham har bir x ning qiymatlaridan faqat aynan mana shu katakchadagi sonni ayirishimiz kerak. Buning uchun demak bu ishni juda ham turli xil bajarishimiz mumkin yoki mana 81,625 soni bilan barcha bo'sh katakchalarni to'ldirib chiqishimiz mumkin. Lekin men bunaqa demak men boshqacharoq bajarishni xohlayman, sizlarga ham tavsiya qilaman. Xo'p, demak bu yerda mana shu katakchani hozir mana o'ng tomon burchagidan bossak, bu ish xato bajariladi va xato bir marta bajarib ko'rsaman va nima uchun xatoligini tushuntiraman. O'shanda demak qayerda o'zgartirish kiritish kerakligini tushunasiz. Va bu yerda ikkita mana bossam agar mana o'ng burchagiga bu yerda hozir xato ish bajarildi. Nima uchun xato? Mana masalan 80 son qayerdan keldi? Mana 80 dan ayiryapti. Mana ayirish amali bor bu yerda, ayiryapti. Demak mana bu bo'sh katakni. Bo'sh katakda hech narsa yo'q. Demak uni 0 deb qarayapti Excel va aynan shu 0 ni ayiryapti-da. Shuning uchun ham bu yerda 80 ni o'zi, bu yerda ham 84 ni o'zi va 77 ni o'zi xuddi shu sonlar qaytib paydo bo'ldi. Bizga esa kerak nima? Bizga kerak mana 84 dan 81,625 ayirib hisoblab bersin bu yerda. Bu katakda esa 80 sonidan 81,625 ayirib hisoblab bersin va hokazo. Buning uchun qaytadan faollashtiramiz. Mana bu 81,625 bu Y2 katakchada joylashgan miqdor. Demak, aynan bizaga Y2 miqdordagi sonni hisoblab berish kerak. Shuning uchun ham mana bu yerda mana birinchi formula kiritgan joyimizda Y2 sonini ham Y harfini oldida ham 2 sonni oldida dollar belgisini qo'yishimiz kerak. Buning uchun shrift inglizcha shriftda turishi kerak birinchi navbatda. Va bu ishni yana ikki xil bajarish mumkin. Umuman Excel'da har bitta vazifani bir necha xil usulda bajarishimiz mumkin. Demak, bu yerda mana Shift 4 tugmasini bosib turib, Y harfidan ham oldin va 2 sondan ham oldin Shift 4 tugmasini bosib turib, dollar belgisini qo'yishimiz mumkin. Bu birinchi usuli. Va yoki ikkinchi usuli, demak, mana shu
81,625 sonni agar siz notebookda bajarayotgan bo'lsangiz, Fn mana Ctrl tugmasining yonida Fn va F4 tugmasini birgalikda bossangiz, darhol ham Y harfining oldida ham 2 sonining oldida dollar belgisi qo'yiladi. Agar siz kompyuterda bajarayotgan bo'lsangiz, bor yo'g'i F4 tugmasini bosib qo'ysangiz, mana shu yerda ham Y ham 2 sonining oldida dollar belgisi qo'yiladi. Lekin yana ayrim notebooklarda Fn degan tugmasi mavjud bo'lmasa, bu paytda u ham xuddi kompyuterga o'xshab bor yo'g'i F4 tugmasini bosib turib, mana shu dollar belgisini qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi enter tugmasini bosganimizdan keyin va mana shu katakchani ustiga bir marta bosib, o'ng tomon pastki burchagiga mishkamiz, ya'ni sichqonchamizni ko'rinishi plus qora ko'rinishga o'tganda 2 marta chiqillatib bossak, demak bu yerda jadvalimiz to'g'ri hisoblab beriladi. Ya'ni mana bu endi nima bo'lyapti bu yerda? Boyagidan oldingidan farqi nimada? 2,375 mana 2 marta chiqillatib bossak, 84 sonidan 81,625 sonni ayirib hisoblab beryapti. Yoki minus 1,625 ham xuddi shunaqa mana 80 sonidan 81,625 sonni ayirib hisoblab beryapti va hokazo. Mana bu 14 demak 375 soni ham 96 dan demak 81,625 sonni ayirib hisoblangan miqdor bu 14,375 son ekan. Demak, ana endi jadvalimiz to'g'ri to'ldirildi. Va biza hozirgina mana bu formulani hisoblash uchun kerak bo'ladigan suratdagi birinchi qavsning miqdorini hisoblab oldik. Endi esa y ning har bir qiymatidan y o'rtachani ayirishimiz kerak ekan. Mana endi biz ancha tajribaga ega bo'ldik. Endi tenglik belgisini qo'yib turib, y ning, ya'ni y ning har bitta qiymatidan ayirishimiz kerak. Demak, y o'rtachaning qiymatini, mana y o'rtachaning qiymati bizning jadvalimizda yozib qo'yilgan hammasi. Va albatta y o'rtachaning qiymati faqat bitta katakchada, shu katakchada joylashgan, boshqa joyda uning qiymati mavjud emas. O'sha uchun ham dollar belgisi bilan yozamiz. Buning uchun men Fn F4 tugmasini birgalikda bosaman va ko'rib turganingizdek, ham D harfining oldida, ham 2 sonning oldida dollar belgisi paydo bo'ldi. Va enter tugmasini bosamanda endi demak mana shu katakchaning o'ng burchagi, pastki burchagiga sichqonchaning demak kursorini olib kelib, plus qora shaklga o'tgandan keyin 2 marta bosganda avtomatik tarzda jadvalim oxirigacha hisoblab beriladi. Va bu yerda masalan mana shu 35 soni 14750 sonidan 14715 sonni ayirish demak orqali hisoblab berilyapti va boshqa kataklarda ham har safar mana bu y ning har bir qiymatidan har safar aynan 14715 sonni ayirib hisoblab berilyapti bu yerda. Endi albatta agar Excel'ni bilsangiz bu ishlar juda ham oson. Endi keyingi ishimiz mana ko'paytirish ishini amalga oshirishimiz kerak suratda. Demak, birinchi qavs va ikkinchi qavs natijalarini hisoblab oldik. Endi esa ko'paytma. Xo'p, ko'paytma demak, yana tenglik belgisini qo'yamizda, mana suratda x ayrilgan x o'rtachani miqdorini ko'paytirishim kerak y ayrilgan y o'rtachaning miqdoriga va enter tugmasini bosamiz. Hamda demak bu yerda hisoblash amalga oshirildi, ya'ni ko'paytma endi barcha kataklar uchun shu ishni bajardimiz. Mana barcha kataklar uchun bu yerda ko'paytmalar hisoblandi. Masalan, mana shu minus 45784,375 bu o'sha ikkita yondagi, ya'ni x ayrilgan x o'rtacha va y ayrilgan y o'rtachalarining ko'paytmasini hisoblab berildi. Demak, biz hozirgina mana shu yerda ko'paytma qismini ham bajardik. Endi eng asosiysi mana bu yig'indini hisoblashimiz kerak. Ya'ni mana shu oxirgi ustunni yig'indisini hisoblasak, mana shu ustunni yig'indisini hisoblasak, bu yerda demak bizada suratdagi sonning qiymati kelib chiqadi. Va biz buni keling mana shu pastki joyda joylashtiramiz va juda oson bajarish mumkin buni. Demak, buni ham yig'indini ham juda turli xil usullarda topish mumkin. Buning uchun demak tenglik qo'yib ruscha harflar bilan, kirilcha harflar bilan, ya'ni demak sum deb yozishimiz mumkin. Mana sum degani bu summa, ya'ni yig'indi va kerakli katakchalarni ko'rsatishimiz mumkin. Mana yig'indi. Mana shu katakchalardagi sonlarning yig'indisini hisoblab ber degan buyruq beryapmiz. Va enter tugmasini bossak, bu son ko'rib turganimizdek minus 348.325 ekan.
yoki bundan ham osonroq mana o'chirdim buni. Bundan ham osonroq yo'li bor. Mana Excelda tepada mana summa belgisi yig'indisidan xuddi ana shu formuladagi belgi bor. Xuddi shu formulani kechirasiz, shu belgini bosganda bu formula avtomatik tarzda o'zi namoyon bo'ladi va biz mana shu usuldan foydalanib ham bemalol enter tugmasini bosib xuddi o'sha sonni hisoblashimiz mumkin. Ya'ni bizada bu yerda mana bu suratdagi son qiymati kelib chiqdi. Shuning uchun ham men sariq rang bilan belgilab qo'ydim mana bu yoqdan. Endi esa maxrajdagi qiymatni topishni boshlashimiz kerak. Biz suratdagi sonning qiymatini topdik. Endi maxrajga o'tamiz. Maxrajda x ayrilgan x o'rtachani avval kvadratini hisoblashimiz kerak. Xo'sh, bu yerda ham demak birinchi mana endi keling. Bizada x ayrilgan x o'rtachaning kvadrati turibdi. Albatta bu ketma-ketlik o'zgartirsam ham bo'ladi, farqi yo'q. Umuman olganda keling mayli to'g'ri tartibda joylashsin, aynan formuladagiga o'xshagan. Xo'p, endi demak biz x i ning x o'rtachadan ayrilgan qiymatlarini har birini kvadratga oshirishimiz kerak. Mana bu yerda bizada x i ayrilgan x o'rtachaning qiymatlari bor va shu sonlarni kvadratga oshirib keyingi ustunda yozishimiz kerak. Buning uchun yana tenglik belgisini qo'yamiz. Bu yerda juda ham turli xil usullarda amalga oshirishimiz mumkin. Ayniqsa kvadratni mana shu sonni ko'paytirib qo'yishimiz mumkin xuddi o'ziga. Bu birinchi usul. Masalan deylik, yoki aytaylik, bu yerda stepin degan buyruq ham bor. Stepin ruscha harflar bilan yozish mumkin. Mana stepin demak darajaga mana sonni va uni darajasini yozishimiz mumkin. Lekin men eng xush ko'radiganim, eng osoni bu lotincha harflarga o'tib olasizda, eng osoni juda yaxshi narsa, ya'ni buyruq. Demak, mana shu katakchadagi sonni darajaga oshirish, ya'ni universal, professional darajaga oshirish belgisi. Bu demak lotincha harflar bilan turganda shriftimiz shift 6 tugmasini bosib turib, demak o'rganmoqchi bo'lganlar bu buyruqlarni qanaqa yozib olsangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Shift 6 tugmasini birgalikda bossangiz mana shifercha belgisi paydo bo'ladi. Mana shu endi majoziy ma'noda aytyapmiz. Mana shu belgi demak darajaga oshirishning universal buyrug'i hisoblanadi va bu yerda darajada qaysi son? Darajada 2, mana 2-daraja va bo'ldi. Biz hozirgina mana shu katakchadagi sonni 2-darajaga oshirib ber deb buyruq beryapmiz. Va demak biz buyrug'imiz qabul qilindi. 3,375 sonining kvadrati 11 endi taxminan aytganda 390 desak yoki 390.625, bu 1 milliondan 390.625 son ekan. Ko'rib turganingizdek bu yerda hamma hisob kitoblari Excel bajaryapti. Biz faqat buyruq bilsak bo'ldi. Demak, endi barcha qatorlar uchun shu ishni bajardimiz va bu uchun bor yo'q 2 marta chiqillatsak, mana keyingi son, masalan 0,1 milliondan 390.625 soni bu 0,625 sonining kvadrati ekan misol uchun. Yoki mana keyingi son ham o'zining to'g'risidagi sonning kvadrati ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi biz qayerga keldik? Biz demak mana kvadratni hisobladik. Endi kvadratdan keyin mana yig'indini hisoblashimiz kerak. Endi yig'indini hisoblashimiz kerak. Xo'p, yig'indini hisoblashni biz aytdik. Mana shu yoqqa sichqonni bo'sh katakka qo'yib turib, kursorni yig'indi belgisini bir marta bossak, avtomatik tarzda mana shu sonlarni yig'indisini topib beraymi deb sizga taklif kiritadi va enter tugmasini bossangiz bu yerda yig'indi hisoblanadi. Mana ko'rib turganimizdek formuladagi yig'indini hisobladik va endi yig'indidan ildiz chiqarishimiz kerak. Ildiz chiqarishni ham bir necha xil usulda amalga oshirishimiz mumkin. Keling, mana shuni yig'indisini men pastda shu sonning ildizdan chiqqan qiymatini hisoblab qo'yaman. Ildizdan chiqarish uchun demak koren degan buyruq ham bor yoki mana koren ruscha harflar bilan yozish kerak uchun. Demak, ruscha harflarga o'tib olgandan keyin koren degan buyruqni agar ishga tushirsangiz, ya'ni ildizdan hisoblash, mana shu sonni ildizi deb, demak bemalol hisoblab beradi va bu 32 demak taxminan olganda 948 deylik, shunaqa son ekan. Xo'p, keling buni biron xil rang bilan belgilab qo'yaman, masalan ko'k rang bilan. Demak, lekin mana shu sonni o'zini koren emas, boyagi universal buyruq bilan ham hisoblashimiz mumkin.
Bu uchun mana shu sonning mana lotincha harfga o'tib olishimiz kerakda. Lotincha harfga o'tib olib, matematikani biroz tushunsangiz, demak mana shu sonning shift 6 bilan mana universal darajaga oshirish belgisini qo'ydim va bu yerda albatta ildiz degani 0,5 daraja va bu yerda albatta o'nli kasrda yozishingiz kerak. Mana shu yerda 0,5 o'rniga 1/2 yozsangiz xato bo'ladi. O'nli kasrda yozishingiz kerak. Bu uchun siz biroz matematika haqida tushunchaga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni ildiz degani bu darajada 0,5 daraja degani. Shuni bilsangiz juda ham oson tarzda amalga oshirishingiz mumkin. Va ko'rib turganimizdek, xuddi hozirgi sonning qiymati kelib chiqdi. Endi biz hozirgina mana bu formuladagi x ayrilgan x o'rtachaning kvadratga oshirib yig'indisini hisoblab va yana ildizdan ham chiqarib oldik. Endi mana bu keyingi qismiga o'tamiz. Bu yerda xuddi shunaqa y ayrilgan y o'rtachani kvadratga oshirishimiz kerak. Endi bu yerda hamma gap shundaki, mana x ayrilgan x o'rtachani yonida xuddi shunday y ayrilgan y o'rtacha turibdi. Xuddi shunaqa x ayrilgan x o'rtachaning kvadrati yonida y ayrilgan y o'rtachaning kvadrati turibdi. Agar jadval xuddi shunaqa chiroyli tartibda amalga ya'ni tayyorlangan bo'lsa, bu yerda demak nima edi? Bu demak mana shu x ayrilgan x o'rtachaning kvadratga oshirilgan qiymati edi. Biza mana shu yerda osongina yonida yonma-yon turganligi sababli bu miqdorlar mana shu katakchada formula kiritilgan katakchada o'ng tomon pastki burchakka kelib turib, demak sichqonchani uchi plus qora shaklga o'tgandan keyin sekingina o'ngga tortsak, demak avtomatik tarzda bizaga y ayrilgan y o'rtachaning mana kvadrati hisoblab berilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki albatta biz buni qo'lda yana qaytadan kiritsak ham bo'laveradi. Qo'lga kiritmoqchi bo'lsak, albatta yana qaytib tenglik bosib turib, mana shu katakchani belgilab turib, inglizcha shrift bo'lganda shift 6 bilan darajani belgilab, darajaga oshirish buyrug'ini qo'yib va kvadratga oshirib ber deyishimiz ham mumkin. Kimga nima yoqsa. Xo'p, demak endi yana pastki o'ng burchakka olib kelamiz. Sichqonchani uchini plus qora shaklga o'tgandan keyin 2 marta bosamiz va bu yerda barcha o'sha masalan mana bu katakchada y ayrilgan y o'rtachaning 35 sonning kvadrati bu 1225 ekan va hokazo. Mana bu yerda oxirgi qatorda ham demak o'sha minus 3185 sonning kvadrati hisoblab berilgan. Endi bu yerda hozircha mana yana pastki qatorlarni ham kvadratga oshirgan va bu yerda nollar turibdi. Bu yerda esa formula kvadratga oshirish emas, boshqa formula. O'sha uchun ham bu sonlarni o'chiramiz. Bu yerda bizga nima kerak edi? Biz hozirgina demak y ayrilgan y o'rtachaning kvadratini hisobladik va endi yig'indini hisoblashimiz kerak edi bu yerda. Yig'indini. Xo'sh, ya'ni yig'indini hisoblashimiz kerak. Bu yerda yig'indini topish uchun mana shu buyruqdan foydalanamiz. Biz bilamiz buni. Demak, shu belgidan yoki qo'lda sum deb yozishimiz ham mumkin deb aytdik. Va enter tugmasini bosamiz va mana bu yuqoridagi sonlarning yig'indisi kelib chiqdi. Bu yig'indilar ekan. Keling, mana shu yig'indilarni ham qanaqadir bitta rang bilan belgilab qo'yamiz. Misol uchun mana shunaqa qanaqadir rang bilan belgilab qo'ydik. Xo'p, bu sonlar endi maxrajdagi sonlarning yig'indisi, ya'ni kvadratlarning yig'indisi. Endi bu yerda yodingizda bo'lsa nima qilish kerak edi? Yig'indidan keyin mana yig'indi hisoblangandan keyin endi ildizdan chiqarish kerak. Ildizdan chiqarishimiz kerak edi. Xo'p, ildizdan chiqarish uchun demak biz aytdik yoki korin yoki 0,5 daraja deb yozamiz mana. Shift 6 daraja bilan 0,5 daraja deb yozamiz dedik. Yoki aynan shu ishni qilmasdan mana bu ko'k katakda biz bir marta kiritganmiz. O'ng tomonga shundoqqina tortib qo'ysak ham bo'laveradi. Baribir o'sha mana shu yuqoridagi katakchadagi sonning bu son bizada 132.915.800 mana shu sonning demak ildizdan chiqarilgan qiymati yozilgan ekan. Va endi biz demak maxrajda mana shu formula asosida har ikkala ildizdagi qiymatni hisobladik. Endi ularni ko'paytirsak bir-biriga maxrajdagi sonning qiymati kelib chiqadi. Keling, ularni endi ko'paytiramiz. Buning uchun mana ikkita katakchani birlashtiramiz deylik. Xo'sh. Demak, bu ikkita katakchani mana shu yerda birlashtirib qo'yaylik. Mana birlashtirdim. Va bu yerni demak mana shu katakchada endi yuqoridagi ikkita sonning ko'paytmasini hisoblasam, demak teng mana birinchi miqdor
va ko'paytirilgan ikkinchi miqdor. Va mana shu ikkalasini ko'paytirsam, menga demak nima kelib chiqadi? Mana shu formula asosida hisoblanayotgan miqdorning qiymatning maxrajidagi son qiymati kelib chiqadi. Mana ko'paytma oxirgi ildizdan chiqqan ikkita sonni ko'paytirdim. Xo'sh. Endi demak bu ko'paytma demak maxrajdagi son qiymat ekan. Keling, buni ham bitta rang bilan belgilab qo'yamiz. Masalan, yashil rang bilan deylik. Biz endi korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblashga tayyormiz va mana bu yerda oldindan tayyorlab qo'yilgan kichkina r, ya'ni korrelyatsiya koeffitsiyentini topamiz. Bu kichkina r harfi bilan belgilanadi formulamiz deb aytgan edik. Mana shu kichkina r, ya'ni korrelyatsiya koeffitsiyentini topishni boshlasak bo'ladi, ya'ni topsak bo'ladi. Bu yerda tenglik mana bu suratdagi miqdor edi, yodingizda bo'lsa, va bo'lingan mana bunisi esa maxrajdagi miqdor edi. Va demak mana bu sonni qiymatini topdik. Keling endi chiroyli markazdan joylashsin. Va ko'rib turganimizdek bu son minus 0,91 yoki minus 0,1000dan 917 chiqdi. Umuman olganda buni yanada aniqroq hisoblatish uchun mana bu yerda demak razryadность deydi. Razryadность degani mana увеличить разрядность, уменьшить разрядность degan joyi bor. Ya'ni virguldan keyingi xonalarni yuqoriroq aniqlikda hisoblamoqchi bo'lsak, hisoblab beradi. Lekin odatda bu son virguldan keyingi xonagacha yaxlitlanadi. Va virguldan keyingi xonagacha yaxlitlasak, ko'rib turganimizdek bu minus 0,92 chiqdi. Mayli, markazdan tursin. Demak, minus 0,92 chiqdi. Bu nima degani? Demak, biz o'rganayotgan miqdorlarimiz orasida, ya'ni bizni korxonamizni mahsulotiga bo'lgan talabga bizni korxonamizda belgilanadigan narxning ta'siri minus 0,192 chiqdi. Ya'ni minus 0,192 ehtimollik bilan ta'sir qilar ekan. Va ko'rib turganimizdek bu son demak bu son bizada mana minus 1 ga yaqin son chiqdi. Demak, manfiy son chiqdi. Bu degani teskari aloqaga ega ekan. Ya'ni narxni qanchalik oshirib boraversak, demak u shunchalik bizning mahsulotimizga bo'lgan talabni kamayishiga olib kelar ekan. Va narxni qanchalik tushirib borsak, asta sekinlik bilan o'rtacha bizning mahsulotlarimiz sotilishini oshishiga sabab bo'lar ekan. Chunki korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblaganimizda manfiy son chiqdi. Demak, manfiy son degani bu teskari aloqadorlik bor degani. Bu haqida gapirdik. Agar musbat chiqqanda, demak, to'g'ri aloqadorlik bor degani bo'lardi. Xo'p, demak, bu haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi albatta, xuddi shunday biz har bir ko'rsatkichning talabga ta'sirini topmoqchi bo'lsak, mana bu yerda endi biz demak bemalol juda oson tarzda amalga oshirishimiz mumkin. Masalan aytaylik, osongina demak y kiritilgan va xlar demak narxni kiritib ko'rdik hozir. Xohlasak iste'molchi daromadining ta'sirini ko'rmoqchi bo'lsak, mana iste'molchi daromadi mana bu sonlarni nusxa ko'chiramiz, ya'ni kopiya olamiz, kopirovat qildik. Va xohlasak mana korrelyatsiya koeffitsiyenti degan betga o'tib olib, demak bu yoqqa mana shu sonlarini, son qiymatlari shundoq qo'y desak, avtomatik tarzda barcha boshqa sonlarimiz o'zgarib boradi-da, hammasi o'zgarib boradi-da. Va mana bu yerda ko'rib turganimizdek 0,77 chiqdi. Ya'ni bu nima degani? Demak, iste'molchi o'rtacha daromadining bizning mahsulotlarimizga bo'lgan talabga ta'siri 0,77 koeffitsient yoki 0,77 ehtimollik bilan ta'sir qilar ekan degani. Ehtimollik so'ziga e'tibor qiling, ehtimollik bu. Korrelyatsiya koeffitsiyenti bu ehtimollikni hisoblaydi, ta'sir kuchining ehtimolligi. Ya'ni koeffitsient ehtimollikda aytiladi. Shunaqa qilib, bu demak ko'rib turganimizdek musbat ta'sirga ega 0,77 mana son chizig'imizda demak 0,7 dan kattaroq, ya'ni 1 ga yaqinroq va bu ham yetarli darajada kuchli ta'sir, lekin narxchalik emas ekan. Narxniki 92 edi, minus 92, ya'ni teskari ta'sir. Bunda minus yo'q, demak to'g'ri ta'sir. Bu degani iste'molchilarimizni daromadi oshishi bizning mahsulotimizga bo'lgan talabni oshishiga olib keladi. Iste'molchi o'rtacha daromadi kamayishi esa demak bizning mahsulotimizga bo'lgan talabni kamayishiga olib keladi degan ekan.
Keling endi xuddi shunday raqobatchi narxini ta'sirini ham xohlasak ko'rmoqchi bo'lishimiz mumkin. Bu uchun mana buni yana kopiya qilamiz, nusxa ko'chiramizda. Demak, asosiy jadvalga o'tib turib, bu yerda x ni o'rniga aynan raqobatchi narxini kiritsak, demak, osongina barcha sonlar o'zgarib, avtomatik tarzda, chunki hammasini biz formula bilan kiritganmiz va demak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Endi r 0,86 ekan. Ya'ni 0,86 ham albatta +1 ga yaqin son bu. Ya'ni raqobatchi narxi bizni mahsulotimizga bo'lgan talabga 0,86 ehtimollik bilan ta'sir qilar ekan. Ya'ni bu 0,86 soni ham mana shu yerda yuqori, demak 0,7 dan o'ngda va 1 orasida joylashgan. Va bu musbat plus ishorali ta'sir. Bu degani raqobatchilarimiz har safar narxini oshirishi bizni mahsulotimizga bo'lgan talabni oshishiga olib keladi. Agar raqobatchilarimiz narxini tushirsa, bu paytda bizni mahsulotimizga bo'lgan talab ham kamayadi degan ekan. Va keyingi kerak bo'lsa o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxining ta'sirini ko'rmoqchi bo'lsak, bu sonlardan nusxa ko'chirib, ya'ni kopirovat qilib turib, demak, yana o'sha bo'shkataklarga joylashtiradigan bo'lsak va demak, barcha sonlar avtomatik tarzda mana o'zgaryapti. Hamda demak, bu bor yo'g'i 0,36 korrelyatsiyaga ega ekan. Ya'ni korrelyatsiyasi ta'siri juda ham kam ekan. Buni son o'qida ham ko'rishimiz mumkin. 0,36 bu 0 bilan 0,4 orasida, demak, mana shu yerlarda joylashgan son. Va bu ko'rib turganimizdek juda kuchsiz ta'sir. Ya'ni bizni mahsulotimizga bo'lgan talabga o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxining ta'siri juda ham past ekan, juda ham zaif ta'sir qilar ekan, kam ta'sir qilar ekan. Xo'p, endi bu birinchi usuli edi, ya'ni korrelyatsiya koeffitsiyentini topishni birinchi formula yordamida hisoblash usuli. Lekin korrelyatsiya koeffitsiyentini juda oson va tez hisoblashimiz ham mumkin, hurmatli tinglovchilar. Xo'p, buning uchun mana bu yerda mana korrel degan yozuvni yozaman. Keling, bu rangni bekor qilaman. Xo'sh, mana shu yerda mana korrelyatsiya koeffitsiyentini topishni boshqacha yo'llari bilan ham endi tanishamiz. Mana korrel, demak, korrelyatsiya. Buning uchun juda oson tarzda bajarishimiz ham mumkin. Yana qo'shimcha ikki xil usulda korrelyatsiya koeffitsiyentini topishni o'rganamiz. Demak, buning uchun tenglik belgisini qo'yib turib, lotincha harflar bilan korrel, kechirasiz, ruscha kirilcha harflar bilan korrel degan yozuvni yozamiz. Ruscha harflar bilan, demak, korrel degan yozuvni yozsak, mana korrel degan yozuvni buyrug'ini ishga tushirganda, demak, mana buyruq kelib chiqdi. Endi uni ishga tushiramiz. Xo'sh, bu yerda demak, mana korrel degan buyruqni ishga tushirganimizdan keyin mana bu yerda massiv 1 va massiv 2 deyapti. Massiv degani endi bu interval, oraliq yoki o'sha sonlar to'plami desak to'g'riroq bo'ladi. Demak, birinchi massivimiz mana faqat sonlarni ko'rsatamiz. Demak, mana shu y ning qiymatlari mana va undan keyin nuqta vergul belgisini qo'yishimiz kerak. Nuqta vergul qo'yish uchun ruscha shriftda, demak, shift 4 tugmasini birgalikda bossak, nuqta vergul belgisi qo'yiladi. Va nuqta vergul yozganimizdan keyin mana narxni ko'rsatamiz. Demak, narxni ko'rsatganimizdan keyin enter tugmasini bossak, hozirgi boyagi biz demak mana bu formula orqali hisoblagan qiymatimiz kelib chiqdi. Demak, va biz buni yaxlitlasak, ko'rib turganimizdek, ikki xonagacha yaxlitlaymiz degandik. Demak, ko'rib turganimizdek o'sha -0,192 soni kelib chiqadi. Xo'p, demak, bu yerda narxning bizni mahsulotlarimizga bo'lgan ta'sirini topdik va endi albatta xuddi shunday tenglik belgisini qo'yib, korrel deb yozib, ya'ni korrelyatsiya, korrel buyrug'ini ishga tushirib, y ga demak nuqta vergul qo'yib turib, shift 4 tugmasini birga bosib, iste'molchi o'rtacha daromadini birgalikda belgilasak, demak, iste'molchi o'rtacha daromadining korrelyatsiyasi kelib chiqadi. Va boya biz buni ikki xona aniqlikda hisoblagan payt ko'rgan edik, bu 0,177 soni edi. Mana. Xuddi shunday, demak, tenglik belgisini bosib turib, yana korrel degan buyruqni ishga tushirib, y ning qiymatlarini ko'rsatib,
va nuqta virgul qo'yib turib, demak endi raqobatchi narxini joylashgan katakchalarni ko'rsatsak, bu yerda aytib o'tishim kerak, bu yerda farqi yo'q qanaqa ketma-ketlikda. Avval raqobatchi narxini, keyin nuqta virguldan keyin y, ya'ni talab qiymatlari ko'rsatsangiz ham farqi yo'q. Ya'ni bu yerda aynan avval doim y, keyin x ni ko'rsatish kerak degan gap yo'q hech qanaqa. Bemalol xohlaganingizcha avval xohlasangiz, demak x ning qiymatlari, undan keyin y qiymatlarini ketma-ketligini o'zgartirib ko'rsatishingiz ham mumkin. Xo'p, undan keyin yana tenglik qo'yib turib, demak correl buyrug'ini ishga tushirib va demak bu yerda mana xohlasak avval x ning qiymatlarini ko'rsatamiz. Demak o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxi va nuqta virgul, demak shift 4 bilan nuqta virgul belgisini yozganimizdan keyin demak endi y ning qiymatlarini ham ko'rsatishimiz mumkin. Va enter tugmasini bossak, bu yerda ko'rib turganimizda o'sha boyagi 0,36 sonni hisoblandi. Mana bu albatta ikkinchi usul edi. Demak ko'rib turganimizda y ga narxning ta'siri kuchli ekan va teskari ekan, eng kuchli ta'sir narx ekan. Va chunki bu 0,92 faqat minusligini sababi teskari ta'sir qiladi. Ya'ni narxni oshirishimiz talabni kamayishiga, narxni tushirishimiz esa talabni oshishiga olib keladi. Keyingi o'rinda raqobatchi narxi ekan, 0,86 ta'sir kuchiga ega ehtimolligi va bu musbat ekan. Demak, bu degani raqobatchi narxi oshsa, biz mahsulotimizga talab oshadi. Raqobatchi narxini tushirsa, biz mahsulotimizga bo'lgan talab kamayadi degani. Keyingi o'rinda demak iste'molchi o'rtacha daromadining ta'siri ekan. Demak bu ham plyuslik, ya'ni to'g'ri ta'sir, ya'ni iste'molchi daromadi agar oshsa, bizni mahsulotimizga talab oshar ekan va agar iste'molchi o'z daromadi kamaysa, bizni mahsulotimizga talab ham kamayar ekan. Va to'rtinchi omil, to'rtinchi ta'sir qiladi deb o'ylaganimiz gipotezamiz demak tasdiqlanmadi. Ya'ni bu yerda o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxi juda kuchsiz ta'sir qilar ekan. Ya'ni bizni mahsulotimizga bo'lgan talabga demak juda ham kuchsiz ta'sir qilar ekan. Ya'ni bu degani biz qaror qabul qilgan payt o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxini o'zgarishiga e'tibor qilmasak ham bo'laverar ekan. Va endi uchinchi usulda ham korrelyatsiya koeffitsiyentini topishni o'rganamiz. Buning uchun demak bizada mana данные menyusi bor Excelda, juda ham ajoyib. Va bu yerda mana o'ng burchakda данные menyusida analiz данных degan bandi bor, ya'ni menyu bor. Odatda bu yangi, ya'ni bundan ilgari ishlatmagan bo'lsangiz, mana shu ko'rinmaydi, ya'ni o'chirilgan holatda turadi. Buni ishga tushirish uchun fayl menyusiga kiriladi. Fayl menyusida parametri degan joyini ishga tushirasiz. Parametrida mana shu oyna paydo bo'lgandan keyin nadstroyki degan joyini bosganingizdan keyin mana bu yerda pastda nadstroykida pereyти degan joyi bor. Mana pereyти degan joyini bosganingizda mana shunaqa kichkina oyna chiqadi. Sizga mana shu holatda paydo bo'ladi va siz mana shu yerda paket analizi degan joyga pichka belgisi, ya'ni belgini qo'yib turib, endi men poisk решение ham kerak menga. Demak, mana shu ikkita joyga belgini qo'yib turib, undan keyin OK tugmasini bossangiz agar, demak, undan keyin данные menyusida o'ng tomonda mana shu analiz данных degan menyu paydo bo'ladi. Va undan keyin analiz данных menyusini ishga tushirgan paytingizda, demak, analiz данных menyusi ishga tushadi. Analiz данных menyusida mana shunaqa oyna paydo bo'ladi. Bu yerda bir nechta bandlari bor. Bu yerdan korrelyatsiyani topasiz. Mana korrelyatsiya bizada. Demak, korrelyatsiyani topganimizdan keyin uni ishga tushiramiz. Va undan keyin mana bu yerda oyna chiqadi. Mana korrelyatsiya degan. Bu yerda biroz ruschani bilsangiz yana ham yaxshi. Demak, входные данные, ya'ni входной interval deyapti. Ya'ni kiruvchi sonlar qayerda joylashgan, mana shularni ko'rsatyapti. Sonlarimiz qayerda? Mana barcha sonlarni hammasini yozuvlari bilan birga olib ko'rsatyapman. Demak, barcha sonlarni yozuvlari bilan birga olib ko'rsatdim. Endi aytyapti группирование, ya'ni guruhlash. Po stolpsam, po strakam. Bizda har bitta ustun alohida ma'no kasb etadi. Shuning uchun ham po stolpsam degan joyda nuqtacha turgani ma'qul. Agarda har bir qator alohida qatorlar bo'yicha yozuvlar bo'lganda po strakam degan joyga nuqta qo'yar edim. Lekin hozir menda po stolpsam, ya'ni har bitta ustunda menda alohida yozuv. Keyingisi mana metki в первой строке. Birinchi qatoringda yozuv, ya'ni izohlaring bormi deyapti. Bor, mana talab, narx, o'zbekchani deylik kompyuter tushunmaydi.
shuning uchun ham mana shu yoqda albatta man yozuvlari bilan birga olganligim sababli metki degan joyga pichka belgisini qo'yishim kerak. Agar bu yoqqa pichka belgisini qo'ymoqchi bo'lmasam, demak mana bu yozuvlarni emas, faqat sonlarni olishim kerak edi. Keyingisi parametri VVD, natijani qayerga chiqaradi deyapti. Xohlasa mana vходной interval, ya'ni mana shu mana bitta joy ko'rsatishim mumkin, masalan. Mana tepadagi bunaqa xato bo'lib qoldi. Bu yoqqa avval pichkani qo'yishim kerak edi. Kechirasiz, bu yerda barchasini ko'rsatishim kerak. Mana birinchi qilgan ishimni biroz takrorladim. Endi javobi mana входной interval, ya'ni natijani demak mana shu yoqqa pichkani qo'yib turib, mana shu katakchadan masalan yozib chiqar deyishim mumkin. Lekin menga odatda bunaqa yoqmaydi. Men ko'pincha tavsiya qilaman, новый рабочий list, yangi list ochib, mana shu listga nom beraman. Qanaqa nom beraman? Corel deb nom beraman. Demak, korrelyatsiyani topib ber degan ma'noda, ya'ni nom ber degan ma'noda. Ya'ni Corel degan pastda list ochib, yaratib, o'sha listda natijasini chiqarib ber demoqchi bo'lyapman. Xohlasam новая рабочая kniga, ya'ni yangi fayl och deyishim ham mumkin. Shart emas, yangi fayl bo'lishi. Va endi bor yo'q OK tugmasini bossam, mana bu yoqda menda demak korrelyatsiya matritsasi yoki korrelyatsiya koeffitsiyenti yozilgan jadval paydo bo'ldi. Bu korrelyatsiya koeffitsiyentini topishning 3-usuli. Bu yoqda endi biroz chiroyliroq shaklga ega bo'lsin deb Excel imkoniyatlaridan foydalanyapmiz bu yerda. Ya'ni bor yo'g'i chiroyliroq shaklga keltirish maqsadida qilinyapti bu ishlar. Xo'sh. Demak, hozir qilgan ishimizni ma'nosi bilan tanishamiz. Demak, mana shu tarzda matritsa shaklda, ya'ni bizaga korrelyatsiyani matritsasi topib berildi. Mana bu yerda demak, hozir biz hisoblab topgan miqdorlar hisoblandi. Mana e'tibor qiling endi. Xo'sh, -0.91 mana narx bilan talabning kesishmasida turibdi. Ya'ni narxning talabga ta'siri -0.91 deylik, yaxshilab bo'lsak. Xo'p, iste'molchi o'rtacha daromadining talabga ta'siri 0.96 yoki 97. Aynan biz mana bu yerda hisoblab topgan sonlarimiz bu yerda demak aynan o'sha 3-chi usulda bajardik. 3-chi usulda bajardik. Mana pastda korrelyatsiya degan listda javob chiqdi. Va raqobatchi narxining ta'siri talabga demak 0.86 ekan. O'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxining ta'siri 0.36 ekan. Bu sonlarni biz allaqachon topib qo'ygan edik, yaxlitlab qo'ygandik. Bu yerda ham albatta xuddi shu sonlarni ikki xonagacha yaxlitlab qo'yishimiz ham mumkin. Xo'p. Endi keyingi sonlarga e'tibor qiling. Mana bu yerda mana nima turibdi? Iste'molchi o'rtacha daromadining narxga aloqadorligi -0.77, ikki xona faqat o'qib ketyapman yoki -0.78. Demak, raqobatchi narxining bizning narximizga ta'siri -0.79 va o'zaro to'ldiruvchi tovarlar narxining narxga ta'siri -0.53. Bu yerda hammasini interpretatsiyani talqin qilish shart emas, ya'ni buni iqtisodiy ma'nosi nima degani degan savolga har safar ham javob berish shart emas. Asosiy bizga qizig'i mana shu talabga demak x1, x2, x3 va x4 larning ta'sirini o'rganyapmiz xolos. Mana bu yerda mana birlar turibdi. Birlar nima degani? Mana bir bu yerda talab va talabning kesishmasida, ya'ni talab bilan talabni o'zini ikki marta yozsak, ikkita ustunda va bir-biriga taqqoslasak, birga bir to'g'ri keladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa narx bilan narxning kesishmasida bir turibdi. Xuddi shunaqa iste'molchi o'rtacha daromadi bilan iste'molchi o'rtacha daromadida yana bir turibdi va hokazo. Va e'tibor qilsangiz, mana yuqorida bo'sh kataklar bor. Bu yerda nima? Bo'sh katak mana narx bilan talabning ta'siri. Demak, bizda narx bilan talabning ta'siri mana bu yerda bor. Mana shu sonni nusxa ko'chirib, bu yoqqa yozib qo'yishimiz mumkin xohlasak. Yoki aytaylik, mana bu yerda nima turibdi mana? Demak, yoki bunisida mana nima turibdi? Talab bilan iste'molchi o'rtacha daromadining ta'siri. Mana iste'molchi daromadi bizda bor. Buni nusxa ko'chirib xohlasak, mana shu tarzda to'ldirib chiqishimiz mumkin. Lekin aynan chalkashmaslik, adashmaslik maqsadida ham kompyuter tomonidan bizga aynan o'sha bo'sh katak sifatida qoldirilganki, ya'ni bularga ehtiyoj yo'q. Ya'ni qaytib hisoblashga ehtiyoji yo'q deb mana bu yuqorida bo'sh turibdi. Shunday qilib, demak, xulosa qilamiz. Umuman olganda o'zaro aloqador ko'rsatkichlar iqtisodiyotda juda muhim ahamiyatga ega ekan.
ya'ni iqtisodchilar, rahbarlar qaror qabul qilishida ma'lum bir jarayonlarga aynan nima ta'sir qilishligini o'rganish kerak ekan. Buni biz korrelyatsiya koeffitsiyenti yordamida hisoblar ekanmiz va korrelyatsiya koeffitsiyentining formulasi mana shu ko'rinishga ega ekan. Buning qiymatlari necha chiqqanligiga qarab biz demak aloqadorlikning kuchini aniqlar ekanmiz. Korrelyatsiya koeffitsiyentini demak quyida mana shu tartibda demak asta sekinlik bilan hisoblashimiz mumkin ekan. Bu birinchi usul ekan. Xohlasak demak Corel buyrug'idan foydalanib ikkinchi usulda topishimiz ham mumkin ekan. Mana ikkinchi usul. Va xohlasak uchinchi usuldan foydalanib ham topishimiz mumkin ekan matritsa shaklida. Demak, mana shunday qilib, mana shu korrelyatsiya koeffitsiyenti mavzusi edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.